Ugroza ham bo'lganda, bizni pul berib turib, bizni yalinib yurganmiz. Yozganlar mashina olmaydi degan. Audio zapis hamma kerak bo'lsa, video zapis hammasi bor. Kerakli joyga taqdim eta olamiz deb tushundim. Tanimaganlar uchun ismim Dilshod, Taftish.uz ommaviy axborot vositasi jurnalistiman. Hop, biz hozir bitta hujjat yuzasidan taftish o'tkazgani keldik, ya'ni DNA Motors degan nom ostidagi firma mana bu yerda o'tirgan hammadan chet eldan inomarka mashina olib kirib beramiz deb turib pul olishgan va birinchi shartnomani o'z vaqtida o'tib ketgan va bular yana boshqa firmaga balansiga o'tkazishyapti-da, 31-oktyabr sanasida buni ham so'rovga o'tyapti. Lekin odamlarning puli berilgan, mashina avtomobil haligacha yo'q. Shuncha fuqaro sarson, adashmasam sizlar bu yuzasidan sud tizimlariga murojaat qilgansizlar. Murojaat qilingan, lekin murojaat ham haligacha ijobiy hal qilinmagan. Avvalambor assalomu alaykum. Shu yerda hozir hammamiz pul to'laganmiz. Pul to'langanni borganimizda suhbat qilganda mashinalarimizni qaysi kunga yetkazib berasizlar deyilganda, bular ishiga beparvolik qilgan holatda aldab kelishdi bizani. Har borganimizda bir oy srok qilib cho'zishdi. Keyin bir oy cho'zishgandan keyin DNA Motors rahbari Said Nazarxonova Nargiza bizga aytdilarki, yozganlarga mashina bermaymiz. Kutganlarga ajdayishinglar mashina oladi dedilar. Lekin kutib kelgan insonlar mana shu yerda o'tiribmiz. Hali hech kim bitta dona mashina ham olgani yo'q. Pullarimizni ham hali qaytarib olganimiz yo'q. Kimlardir yarmini Chiliz bank qilib to'lashgan. Bank orqali ham to'lov qilingan, lekin bank hali to'lovni to'xtatgani yo'q. Hali to'lov qilishyapti insonlar. Lekin bu narsalarga ijobiy qarashinglarni talab qilamiz. Tegishli organlarga ham murojaat qilingan. Qilingandan keyin hali ijobiy anaqa bo'lgani yo'q, javob bo'lgani yo'q. Yaqinda shu o'rtamizda ham naqd qo'llariga mashina chiqarib beramiz deyishgan. Juma Ahmedova mana erlari keldilar. Maqsad akamiz bular ham pul to'lab berganlar, qo'llarida даже arizalarigacha bor yozib berilgan. Pulni oldim degan arizalarigacha bor. Mashinani chet eldan kirayotganda bilmaganlar uchun VIN kodi bo'ladi. Ya'ni VIN kod orqali to'lov shunaqa bo'ladi, to'g'rimi? Endi men eshitishim bo'yicha hozir mana shu yerda ikkita fuqaro ham bor. Bir xil VIN kodga, bitta mashinaga bir xil VIN kodga ikkita odamdan to'lov qilingan. Bu bank tizimi shunchalik qilayotgan ishini nazoratga olmaydimi yoki nimaga pul olayotganini buni solishtirish degan narsalar bo'lmaydimi? Bu Transbank matbuot xizmatlari ham ushbu holat yuzasidan rasmiy munosabat talab qilamiz. Bir xil VIN kod orqali ikkita fuqarodan to'lov qilinganligi yuzasidan. Hop, ichki ishlardan biz rasmiy munosabat talab qilamiz. Fuqarolarning murojaati bo'yicha nima ish ketyapti, jarayondami, fuqarolarni ogohlantirib va bu narsani rasmiy saytida ham o'sha qaysi hududga tegishli bo'lsa, rasmiy munosabat berishinglarni talab qilamiz.